Afsuski, bu qiz qanchalik harakat qilmasin, u boshqa hech qachon suv icha olmaydi va bir necha kundan keyin vafot etadi, chunki u quturish kasalligiga chalingan. Quturish kasalligi o'limga olib keladi, lekin uni oldini olish mumkin. Bu videoni har bitta inson ko'rishi shart. Quturish kasalligiga chalingan odamlar agar o'z vaqtida emlanmasa, 100% halok bo'ladi. Bu hayvonlarning oddiy tishlashi emas, bu hayot va o'lim masalasidir. Agar ehtiyot bo'lmasa, bu kasallikka har bir inson chalinishi mumkin. It yoki mushukni silayotgan paytingizda yoki ularga ovqat berayotgan paytingizda agar ular quturish kasalligiga chalingan bo'lsa, qo'lingizni tishlab olishlari mumkin. Ko'pgina odamlar bu tishlashga jiddiy e'tibor berishmaydi. Tishlagan joy tez orada bitib ketadi deb o'ylab, vrachlarga murojaat qilishmaydi. Ular buni oddiy tishlash deb o'ylashadi va oradan bir necha kun o'tgandan keyin qaltirash va suvdan qo'rqish alomatlari paydo bo'lishni boshlaydi. Quturish kasalligi virusli kasallik bo'lib, ular odatda hayvonlarni tishlashi orqali yoki jarohat olgan bo'lsangiz, o'sha jarohatni hayvonlar yalashi oqibatida yuqishi mumkin. Bu kasallik juda ham xavfli kasallik bo'lib, agar o'z vaqtida emlanmasa, 100% o'limga olib kelishi mumkin. Quturish kasalligining asosiy belgilari bu uyqusizlik, bezovtalik, suv, yorug'lik, tovushdan qo'rqish va ayrim hollarda falajga olib kelishi mumkin. Agar uyingizda uy hayvonlari bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni quturish kasalligiga qarshi emlashni esdan chiqarmang. Quturish virusi inson organizmiga tushgandan keyin asab tizimiga ta'sir qilishni boshlaydi. Quturgan hayvon odamni tishlab olgandan keyin ilk alomatlar 1 hafta yoki 3 oydan keyin paydo bo'lishi mumkin. Agar vaqt o'tkazib yuboriladigan bo'lsa, virus insonning miyasigacha yetib boradi va inson juda ham og'ir ahvolga tushib qoladi. Quturish belgilari 2 bosqichda namoyon bo'ladi. Birinchi bosqichda tishlangan joy og'riydi va qitishadi, ishtaha yo'qoladi, bezovtalik paydo bo'ladi va bosh og'rishni boshlaydi. Ikkinchi bosqichda gidrofobiya, ya'ni suvdan qo'rqish, undan tashqari esa yorug'likdan va tovushdan qo'rqish boshlanadi. Inson hushdan ketishni boshlab, mushaklar falajlanishni boshlaydi. Quturish kasalligidan o'zingizni himoya qilish uchun begona va g'azablangan hayvonlarga yaqinlashmang. Baland ovoz chiqarayotgan va ko'zlari chaqnayotgan, og'zidan so'lak oqayotgan itlardan uzoqroq yuring. Biron bir hayvon sizni tishlab olsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. O'zingizni asrang. Bizning kanal bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.